Endi Rabiyani bir millatning lideri bo'lmoq oson ish emasga, qurbon berish to'g'ri keldiki, ham siz nurg'un qurbonlarni berdingiz, ammo afsus chet eldagi Uyg'urlarimiz shu bergan qurbonlaringizning qadriga yetmadi, sizni degandek, o'ylagandek, biz o'ylagandek, umid qilgandek hurmatlayolmadi. Endi uning ustiga jiningizga qasd qilishlarmi bo'ldi. Masalan, siz Amerika chiqib uzun o'tmayla bir mashina voqeasida uni Xitoy qildi deb o'yladik. Mashinada qaytlab urib mashinangizga sizni ig'ir yaralantirib yotqizib qo'ygan ahvol bo'ldi. U chaqda bir mezgil davolangantingiz qattiq insirgandik. Ikkinchi qatimliq suiqasd o'zimizdan Uyg'urdan keldi. Ya'ni Belgiyaning poytaxti Bryusselda bir faoliyat jarayonida, ya'ni kechasi oqshimi hotelda sizga bizning 4 Uyg'urimiz bayada birisi yoki bir nechasi o'lim bilan tahdid qildi. Sizni palampaydan ishtirib yiqitib o'tmoqchi bo'ldi, o'tmoqchi bo'ldi. Naq maydonda sizning kotibingiz, aşağıdagi qurultaydagi kotibingiz, Akram degan, Umar Qanot va boshqalar bor ekan. Bu voqea qanday bo'lganda bizga qisqa bir usul beramsiz? U bir jidal bo'lgan. Endi meni uraman deb chiqishlar bo'lib ketdi. Mushuni digim yo'q yana. Men o'tganda deb Rabiyani qachongacha og'zingizni olmaymiz. Dedim bu voqea birinchi qitim bo'lmadi, ikkinchi qitim bo'ldi. Birinchi qitim Munixda bo'ldi. Munixda bir yig'in chaqirilib, u yerda boshqalar yedi u tayoqni. Shuning uchun nurg'un odamlar sot pul xashlab ketdi. U yerda nayti shu cho'ng bir qonliq voqea bo'lmoqchi bo'lmadi. Asli u kuni Seytim Turkni urib qo'qatmoqchi ekandik meni. Seytim Turk kafe ishga ketib qoldi. Shuning bilan boshqalar yeb ketdi bu tayoqni nurg'un ishlar bo'lib ketdi bu yerda. Shuning bizning beguna birmuncha bolalarimiz pul to'lab ketdi. Shuning ikkinchi qitim bu Belgiyada bo'ldi. Endi men valla bu gaplarni tavasam bugun kashf ketdi. Bugün vaktimiz var, anlayımız, sizle erip kalmışsınız çünkü xalqimizning belgisi bor. Menda en az 1000 adam so'rab qoldi. Rabiya anidan so'rsangiz bir javob, Rabiya anidan bir rost javob olsak deb o'tdi. Topolmay bir depasınız rost gapni. Men 3 qavat yotdim, jidal birinchi qavatga chiqdi. Bir sababdan sen beni diye bir nima depsen dedim, bir nima deplam bağını qıtlam şu Akramizm etildi. Şu yerda Ömer Kanat, Sarıkisi, Şuba. Şu Akramizm, ben bir de asasen gelişkan adam Akram degen. Ben üzerime bir nimeni sezdim. Ben bu kuşluk ayal çok bunda tuğan bilen cık çinikkan. Turmudum o cık çinikkan, sırtım cık çinikkan, pedagarlıkta hele bir işlerini kıqadım. Şunda boğaşka onun küçü yetmedi. Ben onun meydisinden iştirip kaşıp şiketten buldum. Naat sakrafı çıkıp gittim. Çıkıp gidip şu Abduluz bekette dolqunaysa qayt kirsen deb aqımdığın çep qo'lab chiqibdikan Abduluz beketga berib oldim. Agar senda shu meni jo'ydaydigan bo'lsang hozir saqchi chaqiraman degan mumkin ketdi. Shuning uchun men Abdurim deydigan Belgiyada Abdurim deydigan bir otishq odam bor ekan. Bakki shuningga telefon berib meni mayadin aka biraz hayotim tahdid ostida qoldi dedim. Shuning bilan o Abdurim shu vaqtida biz do'stlik guruhini qurgan vaqt Belgiyada. Abdurim kelib kechichi meni olib ketdi. Ular Abdurim epmangandı bular chiqdi chiqib bosh mashinaga chiqib oldi bildi biz tamoq yegan yer bildi barimizda. Endi Abdurimning qulqiga dedim malani tashlab etib meni ayrim akatmasang bular meni bugun bir yomon ish qildigandek turdi bir qo'rqinchli ish bor men ayatdan aram qutulib chiqdim dedim. Shuni Abdurim bularni tashlab meni kechichi soat 2 bilan eng qimmat biletni elib Amerikaga yo'llaydi. Şu bizning ağınlığımız müştü. Bugün özümüzün ağızdan anlığımız yaxşı oldu. Çünkü endi bu tahdidler Xitoy hukumati bir qitim mashina bilan urdi o'ltirimizda. Mashina bilan urib bu vaqtida 3 oyda bo'ynim aslimga keldi. Hozirgacha bo'ynim og'irdi. Uni Amerika qildi. İkinci qitim Yaponiyada tamg'imga zahar sanmoqchi bo'ldi. Uni Yaponiya bexatarlik idorasi tutdi. Endi meni Xitoy hukumati mush qadar o'ltirimizda, yo'qitimizda, rasvo qilimizda mush Xitoy hukumati kech kunduz plan tuzayotgan bir odam bo'lgandikin, mening Uyg'urlarim men bunchalar qilmasimi bo'ladi. Men bunchalar qilayotgan odamlarni Uyg'ur demayman, Xitoydan bevosita foyda olayotgan,
Xitoydan meni yetim qoldiramiz deyotganlarmi Xitoydan bevosita manfaat olayotgan. Xitoydagi urug'chiqanlar balani qo'rqitib, sen biz taraf tutmasang, mehmondorchilikda hamisha bizning oqimizda tutmasang, sening tuqqanlaringni Xitoyda ko'p qilamiz deb qo'rqitib, shunday qilib xalqni oqiga o'tkazayotgan odamlarning qilishmi bu Uyg'ur qilayotgan ish emas, Xitoy hukumati qilayotgan ish deb qarayman. Ikkinchi, vazirlar hozir ko'ranglab ketdi. Biz chiqdik qo'mina deb Xitoymi ko'ranglab ketdi. Biz adimimizni chiqardik sening oldinga, sening Uyg'uring, sening xalqing oshunchilikku, bizning adamlarimiz sening beshingga chiqib Amerika bilan ishlayotdi deyotdi Xitoy. Haqcha. Ularmi biz hozir sanini oldikku deb o'ylayotdi. Gücünü balam küzdü sanayımız. Uygur halkı onda boş halk emas. Halkının küzü var canım balam. Halkının aklı var. Halkının vicdanı var. Vatanın içinde kiminin kimliğini, vatanın teşkil çıkanda kiminin kimliğini, neçi vaktidir davamına davatıdır o. Mevlana Efendi davatıdır o, siz davatsız, Mevlana Efendim davatıdır o, halk davatıdır o. Neçi vaktidir bula davaga, hiçkanda yakın kemmey bütün Japanı kimlerinin tapkını. Hazır özü içilen çıkıplan, işten tullarını elip dağıtın, hemisinden maaşlık bulaplan, maaşını elip yügürüp cügelikini halk bölüdü. Hazır hem de bu şirket kuruvatkallar. Hazır bu teşkilat şirket katardı bu vatıda. Tapıdığın şirket kurduk deyip kuruvatıdı bularını lazım. Özümüz maaş aldık, dostumuzu aldık, seni tapdık, haklarını özümüzde maktat kıldık, bağa yerdi, torunda, tövde otur. Muşun çıkıp, o lagırda yetip atman adamlarda bir salmı konuğunu bilmeydi bular. Uygur mutlakıl bulamdı onun öyle mi çatığı yok. Şu tat deyip koydu. Anda adam öldürüp hakkı anlısın deyip. Vay deyip çavak çaldırıp koydu. Hakkıga işini ben kıldım deyip ilan kıldı. Muşunda gününü ötküzüp halkının ölüp tügep geçişi mutlaka sebepçi oldu. Birinci cinayetçi Xitay olsa, ikinci cinayette Uygur'un aldığı çıkıp verip durup Uygur halkını aldattılar. İkinci Uygur'un katili oldu. Biz üçüncü grup derhal çıkıp bunun ecellik zerbe verip azlaşımız. Doğru. Ben demiş gap kıstırıp koyayım. Mesela şunda da oylap gitme. Şu vaxtıda Dünya Uygur Kurultayının şu adamları bunda siyasi özgürlük kılmay. Rabbimden ne hemmimiz bütün vücudumuzda kolla. Bütün vücudumuzda kolla. Rabbimden ne bir aşı obraz ne? Çünkü bu Rabbimden obraz ne? Rabbimden hem biz bütün Uygurlar ten kurup çıkan obraz diyor bu. Bu Rabbimden bütün Uygurlar teve obraz bu. Bu Rabbimden özü bilenle emez bu. Rabbimden Kureyşçılığı ve bütün Uygurların Kureyşçılığı bile dünyaya şekilgen Uygurların bir ali obrazı. Eğer hemimiz kollap gelgen bolsa bu akçı kançılık çoğun çıkışlar bu kitaptiden. Rabbimden kançılık çıkışlar bu kitaptiden. Muşu pul yok bir tim. Onun maşinaydı güzüp, bunun pul ilip, hiçbir tim pul yok. Hazır yana eşe nurgun işlerini kılvat. Rabbimden yazıvatkan hatları Kongreske, Aksarayga, Senator'a yazıvatkan hatlarının sahne şunda köp. Bunun tercih kılıp gay birlerini, mesela bizden ailemi tercih kılıp begen yerler var Rabbimden. O hatlarında şundacık bu hatlarında. Mesela balladın derolla, o koronavirüs çıkan diken, Rabbimden derolla aşağı hükümet xat yazdı. Bu koronavirüs bile bizning Uygurlarninki balalarning siyosatini işkip kalmışsın. Ma çigra çetin haklan to'xtatish bo'lyapti chegaradan ko'chmanlarni. Bu bizning ishlarimizni to'xtatib qolmasin. Her bir ish chiqsa shu zaman shu hafta misha demagan bilan xat yozib imzo qo'yib ashyalarga avitib turyapti. Bununla Rabbimden shuncha qo'llab kelayotgan bu yerda inidinin puli yo'q. Biz yalnız Rabbimden yılımı Xudoga şükür Rabbimden bir 250 milyon tapkan pulga ko'zi to'ygan ayolga agar Rabbimden unda demagan bo'lsa nimalarni deb ketadi uqmayman. Rabbimden unga mush xalq yordam berib xalq qilib mush ishlarni to'shtirib hozir ketyapti. Agar biz Rabbimden yana bütün Uygurlar vücudu bilan qo'llab kelsak, Amerikada biz bir bayroq tishlaymiz Uygurlarning. Agar qilamiz Uygurlarning bayrog'ini tishlamaymiz. Hozir Uygurlar sap uya bir so'zlab turganlar ular hech qas bayroq bo'lanmaydi. 3-4 odamning ichida so'zlab yurdi. Bayroq tehi Rabbimdenning o'rnini oladigan odam tehi chiqmadi. Shunda tugidi ketdi. Rahmat. Bu yerda men bir Rabiyaninki bir yig'iz gapiga raddiya berib qo'yay. Baya bir yig'iz gap qildingiz Rabiyani. Uyg'uring menga bunda qilmisi bo'ladi dedingiz.
Bunu qilgan o Uyg'ur emas. Xitoydinmi Xitoy mal'un. Uyg'ur xalqi bu Akram degan haramzadini qat'iy kechirmaydi. Bu Akram degan haramzada hozirmi shu Vankatovning eng yaqin kuchiki. Hamma shuni haramzada shu. İnşallah bir kuni shu Akram degan haramzada Uyg'urlarning qo'lida ajalsiz o'ladi. Ben şunu his qilaman.